Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jon Tutor. Bugun biz sizlar bilan maylimi bitta Instagram akkaunt haqida gaplashsak. Instagram registrarini ko'rib o'tirib, manbalarni qidirish paytida shu narsaga duch kelib qoldim. Otabay blog degan bitta yigit bor ekanlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Blogini bemalol atmetga qilib qo'yaman. Yaxshi narsalar bilan shug'ullangan va mehnatdan to'xtamagan. Menga bog'liq, lekin natijasi menga bog'liq. Ayol 8 olib xafa bo'lgan birinchi inson men. Xullas, ko'rdinglar o'rtoqlar. Bu yigitni disiplinasi, patience, sabri, qilayotgan mehnatiga juda katta natijaga erishsa bo'ladi. Endi Xudoning bergani va natijadan to'xtab qolmagani, buni sabriga juda ham besh ketdim. Va sizlarga ham shu narsani tavsiya bermoqchiman. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli IELTS o'rganayotganlar yoki hayotda umumiy boshqa narsaga harakat qilayotgan insonlar. Harakatdan to'xtamaslik. Natija bo'lguncha harakat, qoqilish va oxiri natija. Xuddi shu narsani ko'rsatib turibdi shu yigit. O'rnak olishli yigit ekan. Meni hech qanaqa tanish bilishligim yo'q bu inson bilan. Men Instagramni ko'rib qoldim va tasanno. Bundan buyog'iga shunga o'xshash insonlardan o'rnak olishingizni sizga ham maslahat bergan bo'lardim. Shunaqa insonlarimiz ko'payaversin O'zbekistonda. Hammaga rahmat.